Assalomu alaykum, Uzoqda remont kanalimiz obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Aziz do'stlar, bugun Nexia 2 avtomashinasini olib qolganmiz. Oldidan jiddiy urilgan, podravnilarigacha ta'sir qilib yoribdi. Oldidagi detallarini almashtirib, podravnilarni iloji boricha o'zini qoldirishga harakat qilamiz. Udar jiddiy. Hop, mana eshiklarigacha ancha osilib ketgan. Ochilishi muammo bo'lyapti. Zazorlar yumilib ketib qolgan. Chiroyli qilib oldi orqasidan ushatib, yaxshilab tortib, oldidagi almashadigan zapchastlarni hammasini almashtirib, chiroyli holatda topshiramiz egalariga. Aziz do'stlar, videomiz xudo xolasa chiroyli chiqqan. Kuzatib boringlar oxirigacha. Ichlarida foydali ma'lumotlar bor. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Keyin qancha rasxod ketyapti bu mashinaga, necha kunda bityapti, ularni ham iloji boricha yoritib borganman. Sog' salomat bo'linglar azizlar, videomizni boshlaymiz. O'ng tomondan urilgan hisobiga chap tomoni ham ancha zazorlar ochilib ketib qolgan. Mordamiz o'sha chap tomonga qarab o'tib ketib qolgan. Shuning uchun zazori katta. Oldini yaxshilab tortganimizda o'zi zazorlari sekin yumiladi bu tarafi. Narigi tarafi bo'lsa ochiladi, xudo xolasa. Mashinamiz o'ta go'zal holatda mashina bo'lgan ekan. Yaxshi qarab minilgan, yili ham yaxshi. Menimcha 2014-15 bo'lsa kerak.
katta kuchda tortilib turibdi mashinamiz ham. Yozilib ketdi orqasida. Mashatga ustiga burchayi chiqib qolgan edi. Videoda shuncha sklatga bo'lib ketgan edi. Ichkarilari mana yozilib ketdi, xudo xolasa. Orqasini ochamiz. Endi yengil tekizlab olamiz mashatlarini. Tortiladigan ishi почти bo'ldi. Mana aytlari ham tekizlanib ketdi. Mashatlari ham polni katta sklatga edi. Ezilib ketdi. Mana bu narsa kommentariyada ko'p so'rashyapti mana shu narsani. Yaxshilab ko'rsatib beryapman. Kimga zarur bo'lsa, bu hali traktorni zapchastlarini sotadigan magazinda bo'ladi. Orqa tomoni vahshiy cho'tga keldi. Hozir shu yerdan kesamiz. Orqasini shunday ochib olsak, bukchirovkasini almashtirib olaveramiz. Shu orqasini shunday kesib ochib olsak, ichkari tomonini tekizlashga udobniy bo'ladi. Mana ichkarida ancha sklatkasi bor. Sklatka ham emas, sklatkasi yozilib ketdi. Endi faqat tekizlash ishi qoldi xolos. O'zi u даже me'yordan ham jinday ko'proq cho'zdik. Xudo xolasa, qiyinchilik qolmadi cho'zishda. Shu cho'zilib turgan holatda tekizlab olishga harakat qilamiz. Orqasini sverliklar qilib hozir ochdik. Yana endi orqasidan bemalol ushab rektovkalarni qilsa bo'ladi. Endi bag'ri tekizlab olamiz. Buni o'sha qizdirmasligimiz sababi mo'rt bo'lib qolmasligi uchun iloji boricha qizdirmasdan o'zini tekizlashga harakat qilamiz. Allaqancha tekizlanib ketdi. Hop, ozgina qolyapti. Shularni ham hozir tekizlab olsak. Shu orqasida bitta shu yerda ishgan joyi qolyapti. Mana shu yerda. Mana shuni bolg'ani bo'lgani zazor hech to'g'ri kelmayapti urg'organi. Asli ishlarimiz ancha
yurib qoldi mana. Mana shu yerda bitta skeletkasi bor, shuni yayish uchun mana shu oldidan tortishga hozir to'g'ri kelyapti. Pistoletini bo'lsa cho'tki qilib tekizlab qo'ydik. Xudo xolasa 5 beklovka bo'lyapti. Teva tomoni ozgina tevasini silliqlaymiz. Hozir yana bir qator uje to'g'irlasak ancha yana ham tekizlanib ketadi. Slyaxga shpaglovka bo'ladi. Yupqa shpaglovka bo'ladi. Atak bu yon tarafi hech qanaqasiga shpaglovka yemaydi. Cho'tki chiqdi oldi tarafi. Shu skeletkani yayib olsak bo'ldi. Oldidan cho'zyapmiz. Shuni yayib olsak bo'ldi. Xudo xolasa tortib cho'zadigan ishlar tugaydi. Ya orqasidagi listlarni tekizlab turib yopamiz. Pistoletimiz xudo xolasa cho'tkiga keldi. Zazorlarimiz ham moshniy bo'lib ochildi mana. Zo'r bo'lib ochilib qolishdi zazorlar. Oldilarini terishni boshlayapmiz mana. Xudo xolasa. Mana rovna turibdi. Shularni ham baland pastligi ham cho'tki turibdi. Tayda papireshnilarni tekizladik. Lanjronini uchlarini tekizladik. Orqalarini polnosti yana gruntovkalarigacha qilib turib, keyin xaridlarini qo'ydik mana. Ichlari gruntovkalari qilingan. Polnosti tachishlar qilib uslitrini qo'yishni boshlaymiz. Undan oldin uslitrda birinchi gruntovka qilib turib, gruntovkaga tayyor. Hozir gruntovkalarni qilib, sraz kraskalarni sef olamiz buni ham. Sef olib turib, qurigandan keyin o'rnatib boramiz. Ishlarimiz jadal suratda ketyapti, xudo xolasa. Ozgina tortilish kerak bo'lgan joyi qolgan ekan. Hozir qattiq tortilish kerakligini aytib o'taman. O'sha yerda juda ingichka bo'lib ketgan edi. Hozir ochilib,
Shu izlari ham ochildi. Stoykamiz allaqancha oldiga keldi. Mana shu yerda kattaroq turadi. Ancha katta turadi. Endi hozir stoykamiz joyiga chiqdi. Picha qaytsan. Ko'proq cho'zib berdi. Eshik ancha ko'tarilib ketdi mana. O'rtada ham zazorlarni allaqancha ochib yubordik. Buni unaqa qilib cho'zish uchun mana ikki planka qo'ydik. Oldi tomoniga qo'ysa, bu oldini o'zini cho'zib, chashkadan bag'ini o'zini cho'zib beradi ko'pincha. Shuning uchun chashkasini o'zini tortib tekizlab olgan edik. Bag'lari hozir tekis holatda. Stoykamiz o'zini tortish kerak bo'lgani uchun qattiqroq joyiga qo'ydik. Чтобы shu zazor cho'tga ochilib ketish uchun. Keyin qanotimiz ham zazori zo'r ochiladi. Ana shu yerdan tortib yuborilsa zo'r ochiladi ana shu yerda. Zazor qo'yadigan ishlarimiz ham полный program yakunlandi mana. Xudo xolasa kengroq qilib qo'yib berdik zazorlarini. Tortilishlari ham o'ta moshni qilib cho'zib yubordik. Xudo xolasa zazorlarimiz o'ta chiroyli holatda keldi mana. Kapot qanotimiz zazorlari, eshik qanoti zazorlari mana. Kengroq qilib cho'tga qilib qo'yib berdik. Faramiz zazorlari ham oldilari go'zal holatda. Bu ferini ham o'zini yig'ishyapti bu ferini. Sirasi uni ham qo'yib ko'ramiz. Usulitlarini ham bir qator ko'rsatib o'tay. Mana
litrni ham birinchi kraskalarni qilib oldik. Kraskalarni qilib olib, mana shu yerdan ulab berdik. Mana nimasi bor? Metkasi bor. Mana bu tomoni endi zavod qoldi-da, kontaktlari o'zida qoldi. Bag'ir ustlari ham cho'tki tekkizligi uchun shu yerdan almashtirib berdik. Endi stik qilib kesib turib, variklarni qilib, chiroyli qilib shu yerdan o'zi yupqa shpaklovka bo'ladi. Bag'lar podravnisini uchlari ham cho'tki bo'lib tekkizlanib ketgan. Xudo xolasa shu tevasida 2 dona tochka bo'ladi, atkraska bo'ladi. Shu past tomonida 2 donadan tochkasi bo'ladi. Yatlari keyin yengil ustini sepib beramiz. Xudo xolasa bir tarafi radnoy qoladi. Radnoy deganda shu nimasi uslitri o'ziniki bo'lib qoladi. Bag'larni ham iloji boricha o'sha bilinmaydigan qilib cho'tka qilib kontaktlarni ham chiqarib qo'yib beramiz. Inshaalloh tashqarilari ham cho'tka holatda, balonlari joyida. Zazorlar o'ta cho'tki. Zazorlarda inshaalloh kamchiligi yo'q. Bamferini qo'yib qator yaxshilab podyonkasini qilib bersak bo'ldi. Azizlar, kuzatuvchi ishimiz yakunlandi. Mana bu xolasi malyarkaga tayyor. Malyarkasi ham bunaqangi strashniy ko'p bas, shu ozgina podravniyda bor, 3 litrlarni varit qilingan joylarni chiroyli qilib podyatovkalarni qilib bersak bo'ldi. Xudo xolasa bag'lari o'zi cho'tki kelishdi. Mana bamferlarni ham qatirdik, yonlarigacha hammasini qatirib, ichidagi dugalarni ham qatirib, hamma joylarini zazorlarimiz ham xudo xolasa cho'tki kelib turishibdi. Bamferni ham seforamiz, ablisovkasini ham seforamiz. Yaxshi. Kapot qanoti litrini sepib, xudo xolasa egalariga chiroyli holatda topshiramiz. İşimiz o'ta go'zal holatda va o'ta tez chiqdi. Inshaalloh. Xo'p, bugun ishimizni boshlaganimizga 4-kun, inshaalloh 4-kun deganda malyarkaga tayyor. Buni qanotimizni, kapotimizni gruntovkalarini qilib berganmiz. Bir qator yengil shkurkalarni qilib, kraskasini ursa bo'ldi. İchida bor ozgina o'sha ishlarini tayyorlab, podyatovkalarni qilib, xudo xolasa kraska ishlarini qilib bersak bo'ldi. İchlarini ham faramiz bo'tlari yana qatirliq joyida. Ablisovkamiz paka hozir 7 litrda qatirib turibmiz, o'ziniki. Shu yerda bor mayda shurubi. Undan bo'ladi. Shu shurubdan qatirib beramiz. Varit qildik, mana stik qilib. Metkalarimiz ham joyida qoldi. Bu taraflari ham. Faramiz bo'tlari ham cho'tki bo'lib qatigan. Taydagi gaykalarni ham qatirib, polni moshina qilib qatirib ko'rdik. Endi mana shu ichida ozgina shu yerda malyarka ishi bor. Chiroyli qilib podyatovkalarni qilib, yengil mana shu ustini sepib beramiz. Xudo xolasa tayyor bag'al.
ideal chiqdi. Xohlasa. Litrimizni mana yengil changitib berdik. Chiroyli qilib o'tib kantaylarni ham chiqarib bergan. Shu aytib o'tganimizdek, mana podravning uchi o'ta go'zal holatda. 5 baklyovka bo'lib ketdi inshaalloh. Litrimiz ham moshina o'rnashdi. Legendamiz ham ancha tayyor bo'lib qoldi. Ozgina ishlar qolyapti. Bir qator chiroyli qilib, shkurkalarni qilib, sepilgan detallarda polirovkalarni qilib bersa, mana kir bo'lib ketgan o'zini radnoy detallarni yaxshilab polirovkalarni qilib bersa, oppoq bo'lib qoladi. Ancha kirlashib ketibdi. Biz sepgan kraska jinday oqroqqa o'xshayapti, lekin unaqangi emas, podbori zo'r tushgan. Mashina o'sha anchadan beri polirovka qilinmagan ekan. Polirovkasini qilinsa, xudo xolasa chotki bo'lib, podborlari zo'r kelib qoladi. Shu bir tomon urilgan tomon tumanni kirishkasini olish kerak. Bo'ldi. Ablusovkalarni yig'ib, yig'ib tomiga qo'yib beribdilar. Zazorlarimizda xudo xolasa umuman kamchiliklari yo'q. Chotki chiqdi. Bu tomon qanotni ham chiqarib beraveramiz aytchi. Kir bo'lib ketib qoldi. Shu qanotni ham yaxshilab chiqarib turib polirovka qilib beramiz. Legenda ham tayyor bo'ldi. Shu nimasi katalizatoriga ham jinday teggan ekan, shu o'rtasidan urilganda ovozi jinday balandlashib qopti. Endi uni bitta glyushiterchiga olib kirib turib, yaxshilab shetini katalizatorni ko'rsatib olsa bo'ldi. Elektr sistemalarigacha o'zimiz qilib berdik va hamma faralarigacha hamma yoq yonida ishladi. Mashinamiz asal bo'lib qoldi-yu. Güzel çıktı o'zi ham. Legendamiz mana nihoyat tayyor. Xohlasa chotki chiqdi mashinamiz. Egalariga topshiramiz inshaalloh. Mashinamiz go'zal holatda chiqdi. Zazorlarida hech qanday muammolar yo'q inshaalloh. Fara ablisovkalari, zazorlari, bamper faralari orasi, krilolarda, kapotlarda orasi, hop. Tomon qanotimiz orasi ham kengayib ketgan edi. Chotki bo'lib joyiga qaytgan. Ular ham blesklari ham chotki holatda, polirovkalarigacha qilib, zazorlarimizda muammolar qolmadi.
cho'tka holatda kelib turishibdi. İşte bitta naglenkasi qolib ketib qopti. Shu naglenkasini yopishtirib bersa, nomer qatirib bo'ldi inshaalloh egalariga topshiramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, aziz do'stlar, bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelganicha vaqtiga, garantiyali, chiroyli holatda qilib topshiramiz. Aziz do'stlar, narxlarida ham inshaalloh samneniya bo'lmaydi. Xudo xolasa, narxlarni ham zo'r qilib beramiz. Bu mashinamizni narxi 4 million so'mga qilib berildi. Uni egalari ozgina o't berasizlar deb iltimos qilishgan. Bundan ham qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Xudo xolasa. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlab berasizlar. Aziz do'stlar, sog' salomat bo'linglar.